2012-yilda Malika Ashurova tomonidan OPS o'quv markaziga asos solindi. 12 yil davomida 40 mingdan oshiq o'quvchiga beginner bosqichidan IELTS, TOEFL, SAT darajalarini olishiga katta yordam berib kelmoqda. Assalomu alaykum. Mening ismim Muxtorjon. Yoshim 22 da. Hozirda OPS o'quv markazi beginner bosqichi o'quvchisiman. Nima uchun OPS o'quv markazi tanladim? Keling, buni sizlarga yoritib beraman. Uzoq yillik tajribaga ega o'qituvchilar tomonidan zamonaviy va sifatli ta'lim olishingiz mumkin. Malakali support teacherlar xizmatidan foydalanishingiz mumkin. Bepul OPS o'quv markazi kitoblarini olishingiz mumkin. Ingliz tilini nima uchun o'rganyapsiz? IELTS olib, chet elda o'qishni davom ettirish uchun. OPS o'quv markazini nima uchun tanladingiz? Sifatli ta'lim uchun, malakali ustozlar borligi uchun. Nima uchun ingliz tilini o'rganyapsiz? Ingliz tilini men o'sha meditsina sohasida faoliyat olib borganligim uchun, hozir bizga eng asosiy kerakli bo'lgan ma'lumotlar ingliz tilida bo'lganligi uchun ingliz tilini o'rganyapman. OPS o'quv markazini nega tanladingiz? OPSda men o'sha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatdim, ko'p yoshlar yaxshi natijalarga erishayotganligi uchun o'shalarni kuzatib, havas qilib, shuning uchun tanladim OPSda. Sizga ham OPS o'quv markazida o'qishni tavsiya qilaman. OPS bu natija.